ailening o'tkildan o'tib, uning bizga bo'lgan ko'rinmas kontrolligini buzib tashlashni zodi qayerdan boshlash kerak? Oldi bilan o'tmishni qo'yib o'tib, o'zimizni qadrlashni o'rganib olgandilar, ondan o'zlig'idan saqlash ixtiyoriga ega bo'lib bo'ldi. Undan keyin tamkinlik bilan azobga yuzlanib, ota-onamizni qabul qilishimiz kerak. 3-qadamda o'zimizni uyg'otib, o'zimizni o'zgartirishni o'rganishimiz kerak. Demakki, oson qilmoq tez shunga bugungi bu mashq orqali asli oilamizdagi shu ota-onamizning bizning yoshirin engimizga haqiqiy o'y fikr ustida izni baqayli. His qilish va bilish qabul qilishning boshlanishi biz birlikda his qilib baqayli. Bugungi mashqni boshlashdan burun diqqat qiladigan ikki muhim ish bor. Birinchisi, butkul jarayon intayin bexatar, shunga siz menga to'liq ishonsangiz bo'ldi. Ikkinchidan, o'zingizni erkin va ozod qo'yib o'ting, ham butun diqqatingizni mashq jarayoningizga qaytarib keling. Amsa bugungi mashqqa izni safarimizni boshlab ketdik. Tinch ham rohat muhitdan birini tepib o'tirsangizmi yoki yotsangizmi bo'ldi. Ko'zingizni asta yuming. Hozirdan boshlab siz nihoyat tezla beshingizni va badningizni texim ozod holatga keltira olasiz. Sizning qilish tegishli ishingiz hozirgi o'zingizga diqqatingizni berish va his qilish. Men bilan birga 5 qatim cho'nqur nafas iling. Har qatimliq cho'nqur nafas sizni texim ozoda va texim rohat his qildirganligini bayqaysiz. Birinchi qatim cho'nqur nafas iling. Nafas sumuring. Nafas chiqaring. Mana shundoq. Ikkinchi qatim cho'nqur nafas iling. Nafas sumuring. Nafas chiqaring. Uchinchi qatim cho'nqur nafas iling. Nafas sumuring. Nafas chiqaring. Har qatimliq cho'nqur nafas ilish sizni texmi ozod holatga elib kiryapti. To'rtinchi qatim cho'nqur nafas iling. Nafas sumuring. Nafas chiqaring. Beshinchi qatim cho'nqur nafas iling. Nafas sumuring. Nafas chiqaring. Hozir siz tayin iniklab qaldingiz. Bütün badaningiz beshingizdan butuningizgacha tayin ozoda, tayin yengil. Endi siz barliq tasavvuringizni joriy qildirsangiz bo'ldi. Men 1-3 songa vaqtimda ota-onangizning oldingizda turganligini bayqaysiz. 1 2 3 Siz ularning davomli qiladigan harakatini ko'rsiz, ularning doim ig'izini tushirmaydigan, odatlanib ketgan so'zlarini anglaysiz. Ularning qiyofati bargan sir aniqlashyapti. Ular sizning oldingizda turyapti. Hozir siz oldingizga bir qadam minib sinab baqsangiz bo'ldi. Siz nihoyat sirliq bir ishni bayqaysiz. Siz ularning badniga kira olasiz. Siz ularning hozirgi kayfiyatini butunlay his qila olasiz. Ularning nimishqa bunday gaplarni qilganligini, nimishqa shunday ishlarni qilganligini tushuna olasiz. Men sizga ozroq vaqt beray. Siz oldingizdagi ota-onangiz va ularning qalbidagi haqiqiy o'y-fikr va ta'sirotlarni tafsiliy his qilib yiqing. Siz hozir ota-onangizning nimishqa bunday ishlarni qilganligini, shunday gaplarni qilganligini cho'nqur his qildingiz. Siz bugungi ta'sirotingizni cho'nqur esingizda tuta olasiz. Men hozir 1-3 sanayman. 3ni sanagan chaqda ko'zingizni asta ochib, reallikqa qaytib kelsangiz bo'ldi. 1 2 3 Siz his qilgan ota-onangiz qanday holat ekan? Ularning ba'zi odat xarakterlik ishlarni qilishi va odat xarakterlik gaplarni qilishidagi ayni chaqdagi bahsi nima ekan? Buni his qilib yiqing. Bugungi mashq orqali sizning haqiqiy o'zingiz bilan haqiqiy ularni qabul qilishingizni umid qilaman.
sizmi o'zingiz va ota-onangizning odatdagi odamlar ekanligini tushuna olasiz. Siz bugun mashq jarayonida ko'rgan va his qilganlaringizni xotirlab olsangiz bo'ladi. Men bilan o'rtoqlashishingizni qarshi olaman.